Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Denov jaluzi jamoasi navbatdagi fayzli xonadonlarimizga jaluzi pardalarimizni ustanovka qilish uchun tashrif buyurdik. Bu yerga polni dikkiy bo'ladi. Dikkiy pardalarimiz elita parda ko'rinishini berib, tepa tiyagani tagidan qo'yiladi. Ko'rib turganingizdek, karnizlari alyumin juda sifatli ishlangan va 3 ta derazalariga o'rtadan ochiladigan qilib qo'yib beramiz va eshiklariga kranshtenlarimizni ham xudo xolasa juda sifatlilari kelib qolgan, ko'rishingiz mumkin. Qo'yganda ham juda chiroyli ko'rinish berib turadi. Va kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Bizlarda olib borib qo'yib berishlari xizmatlari mutlaqo tekin. Qo'yib bo'lgandan keyingi videolarni ham qo'yishga harakat qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu fayzli xonadonlarimizni ham jaluzi dikkiy pardalarimizni ustanovkalarni tugatdik. E'tibor berasizlar, juda chiroyli chiqqan va pardalarda zanjirni tortganingizda mana shunday ochiq holatga keladi. Xohlagan joyingizda ochib, yopib foydalanishingizga qulay va ixcham. Derazalarni ochib qo'yganingizda ham hech narsaga mishat bermagan holatda bemalol aylanib turaveradi. Va zich holatiga zanjirini tortgan holatingizga keltirasiz. Va ochmoqchi bo'lsangiz pardani qulayligiga e'tibor berasizlar. Mana shunday ipini tortasizlar. Bir tomonga yig'ilib, hech narsaga mishat bermagan holatda juda chiroyli turadi. Va pardani juda chiroyli yarashtirganiga e'tibor berasizlar. Sifatlari ham juda chiroyli. Uyda devorni rangiga mos qilib tanlangan. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Bizlarda olib borib qo'yib berishlari mutlaqo bepul. Shu narsaga e'tibor berasizlar. Xizmat haqi borib tanlashlariga hech narsasiga pul olinmaydi. Denov jaluzi har doim sizlar bilan birga, tanlovda adashmaysizlar.